Mana yotibdilar janobi oliylari. Quyoshda tovlanib, qo'rani egasi. Xo'p. Assalomu alaykum azizlarim. Mana bahor keldi. Endi qo'ylarimizni bir haydaymiz endi o'tloqqa, maysaga chiqib bir maysa yeyishsin chiqadi. Kel. Sendan qo'rqib bu yoqqa qochib ketyapti. Böyle azıcık qarab ketadi. Çu. 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 Bittasi ko'ndalang bo'lib qolsa, hammasi turaveradi ko'ndalang bo'lib. Çu. Çu. Haydama bunu. Nimaga bu yoqqa yurg'ish kelmayapti? Tushmay turing bu yoqqa, tushmang. Shu o'tirsangiz ham ketmaydi-da nari yoqqa. Sizni vajohatingizdan qo'rqib borisha olmayapti, haybatlanib. Hayda. Ketdi bo'ldi, xolos. Ketdi bo'ldi. Bir o'tloqqa chiqaraylik dedik. Mana marhamat. Bir-biridan go'zal. Ishqibozchilikka qo'y boqadiganlar bo'lsa marhamat, bemalol. Narxi ham qimmat emas, kilogrammi 67 ming so'm. Kelib ko'rib tanlab olaverasizlar. Xohlaganinglarni tanlab olaveringlar.